Ana endi men sizlarga sochga qanaqa foydalari borligini ham aytib o'taman. Sochi tez yog'lanadigan qizlajonlar, men sizlarga yordam beraman. Shu kukun orqali sochinglarning yog'lanishidan xalos qilsanglar bo'ladi. O'zim ishlatdim. Meni ham sochim xuddi sizlar kabi yog'lanardi. Ana endi yog'lanmaydigan bo'ldi. Iblislar menga aytishmagandi, shu soching pushisti bo'lib qoladi deb. Hozir meni sochim pushisti bo'lib qoldi. Terlarim yumshoq, xuddi nafas olayotgandek qizlar. Men buni tanamga tana skrabi sifatida ham ishlataman. Terini oqartiradi, namlantiradi. O'lik hujayralardan saqlaydi, qoraygan joylarni ketkazadi. O'rtoqlar, bitta dona shu kukun orqali hamma muammoni hal qilish yo'li bormi? Bor ekan, men topdim. Bemalol xarid qilinglar, ishlatib ko'ringlar, foydasini aniq sezasizlar. Imanga yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Esingizdan chiqib qolmasligi uchun skrinshot qilib olinglar, xarid qilinglar.